hech qaysi do'konlarda sotilmaydigan, tekinga qo'yilmaydigan Hojar onamizning barokatlari. Allohim har bir mo'min musulmon bandangga mana shu Zamzam idishidan shunday quyib turib, o'ng qo'li bilan olib, Ka'ba-i muazzamaga, Baytullohga qarab turib, ya Robbim, o'zingni jamolini va jannatini nasib etgin. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning shafaatlariga ilinishni nasib etgin. Qiyomat kuni arshini soyasini tagida shahidlar, siddiqlar, nabiylar, obidlar bilan turishlikni o'zing nasib etgin. Ya Allohim, bizga bu yil haj mabrur, hajning nasib etgin, mabrur hajni nasib etgin. Gunohlarimizni, barcha mo'minlarning gunohlarini mag'firat etgin. G'azo ahliga o'zing nusrat, o'zing ofiyat bergin. Allohim farzand talabda yurganlarga o'zing farzand ber. Allohim qarzdorlarga o'zing qarzlariga kushoyish ber. Allohim shifoxonalarda yotgan ojiz va ojiza kasalmand bandalaringga o'zing komil shifo bergin. Ey Robbim, mana shu Zulhijjada kim nimani niyat qilgan bo'lsa, Allohim barchalarga o'zing muvaffaq qilgin. Allohim Zamzam Nabiy sallallohu alayhi vasallam nima uchun shifo ichilsa o'sha uchun shifo deganlar. Qalbimizdagi nuqsonlarni davolash uchun, iymonimizni ziyoda qilish uchun vaqtimiz. O'zing shifo qilib bergin. Allohim mana shu videoni ko'rib turgan har bir birodar mo'min musulmonlarni ham Zulhijja oyining 9-kunlarida Arafatda turishlikni nasib etgin. Allohumma amin.